Sevimli kichik do'stlarim, yaxshimisizlar? Anglayotganlar Kapsiz Toychoq bolalar klubi tarafidan bir kitob Undidar salonida anglatilayotgan Roshangul bolalar cho'jaklari programmasi. Bugungi programmamizga kichik do'stlarimiz bo'libmi qizlar eng yoqtirib anglaydigan Malika bilan Yetib polvon temasidagi ko'p qismli cho'chigimni ib keldim o'moqlarim. Yoqtirib anglaysizlar. Men kundalik riyosat jadanglar Roshangul. Ey Sabila Sabila qara ko'zlar, ey Sabila Sabila qizil gullar, otlarning iftixori onlar bag'ri, bo'g'larning g'ururi armon. Malika bilan Yetib polvon. 3-oy kirib qolgan bo'lsa-mu, osmondan oq bayla to'kilgandek lapildab yoqqan qarlar dalani ap-aqli bosqib purkabdi. Yer jahon to'limi go'zallashib ketibdi. Bir xonish yog'och ramkaliq darazaning qishida o'ltirib, jangga atlanish oldida turgan podshohga kiyim tikayotgan ekan. To'satdan bir sovuq shamol chiqib, xonish ixtiyorsiz titrab ketibdi-da, yengnisi qo'liga sanchilib ketib, qip-qizil qon chiqibdi. 3 tomchi qon qilin qarg'a saqib tushibdi. To'q qizil qon ap-oq qarda chaqnab ketibdi. Shuning bilan xonish shu yerda o'ltirib, agar mening balam bo'lgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi? Uning rangi xuddi mushu qardak ap-oq, qanday qizil, chichi, go'yo mushu anbus darxidek qop-qora bo'lgan bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi, ha? deb o'ylabdi. Atsi podshoh safarga jabdinib, sodiq chaparmanlaridan tashkillangan qo'shinini boshlab, janggohga atlanibdi. Xonish har kuni darizining yonida o'ltirib, podshohning baldirroq qaytib kelishini kutdi ekan. 10 oy o'tib ketibdi. Rojdestvo bayrami kunimi yetib kelibdi. Xonish dariza oldida 300 kun saqlab turibdi. U o'zining qadrli erini saqlab qo'yguncha har bir oqshimi uningga ato qilingan qiz farzandi tug'ilibdi. Qizning rangi qardek ap-oq, qanday qizil, chichi, qop-qora bo'lib, ayni chaqda xonishning o'ylaganidagli ekan. Bu chaqda podshoh qo'shinlarini boshlab, g'alaba bilan qaytib kelibdi. Haqiqatanmi omad qo'sh kelibdi. Ammo kim bilsin, xonish uzoq siyg'inish ham g'am qayg'udan allaqachon holidan ketgan ekan. U qadinos eriga bir nazar tashlab, mangulik ko'z yumibdi. Podshoh qattiq azoblanibdi. Barliq mehrini kichik malikaga beg'ishlabdi. 3-yili atiyozda podshoh yana bir qizni xotinlikqa elib, uninga toj kiydirib, xonish qilibdi. Bu ayol go'zal bo'lib, badani silva ham qamlashgan, rangi oq ham yumron, soyib jamol ekan. Yana kelib u aqlliq, ham chaqqan ayol bo'lib, hamma ishda puxta ekan. Ammo bu chiroyli xonish takabbur, sipoygarlik bilan hayva qiladigan saxtbaz, hasadxo'r ekan. U boshqalarning o'zidan boshqa bir ayolni eng chiroyli deyishini qat'iy xohlamaydi ekan. Shunga xon ordisida mayli malay bo'lsin yoki vazir bo'lsin, hech kim uni yaxshi ko'rmaydi ekan. Xonishning qizliq meli ichida bir sehrlik aynak bo'lib, hech qachon yolg'on gap qilmaydi ekan. Xonish har kuni atigani qo'pqanda, podshohning yo'q vaqtidan foydalanib, aynakning oldiga kelib, uning bilan so'zlashadi ekan. U har kuni aynakdan so'raydi ekan. Ay, so'yimlik aynagi, menga aytqana. Menga rostchilik bilan aytqana. Men dunyodagi eng go'zal ayolmi? Rangim hamma ayoldan bek qizil, ham oqmi? Aynak sovunga kirib, mundaq deb javob berdi ekan. So'yimlik xonishim, go'zalligingga gap ketmaydi. Sen hammadan bek chiroyliq, hammadan bek qizil, hammadan bek oq.
Xanish har kuni bunday gaplarni anglasa, intayin memnun bo'ladi ekan. Chunki u aynakning rost gap qiladiganligini biladi ekan. Kunlar o'tibdi. Malika bara-bara o'sib yetilib, bo'yiga yetib, kundan kunga go'zallashib ketibdi. Uning yuzi ap-aq, qishi qara ham agim, rangi oq ham qizil, chochlari qara ham paqiraq bo'lib, mijozmu intayin yaxshi, muloyim ekan. O'rdadagi malaylarmu, vazirlarmu uni to'limi yaxshi ko'radi ekan. Malika 16 yoshga kirgan yili qo'shni elning shahzodasi Yesay uning go'zalligini anglab, podshohning oldiga uni so'rab ketdi. Podshoh to'limi xushallik bilan ma'qullik bildiribdi. Hamda Yatta Avad shaharni 140 hayvatlik qasrni Malikaning qizliq meli qilib tayyorlamoqchi bo'libdi. To'y bitishgan vaqtda boshlanibdi. Podshoh Malikaning to'yiga atab mol ziyofat hazırlab, mehmonlarni eng esil taom, esil haraq bilan kutishga tayyorlik qildi. Xanish bilan Malika har qaysi o'zlarining hujrasida yasinib, tarinibdi. Xanish upa anglik surib, go'har tajini taqibdi. U aynikning oldida turib, uningdan o'zining dunyodagi eng go'zal ayol yoki emasligini so'rabdi. Aynak sovg'onga kiribdi. Ammo uning bu qitimga javobi burunqisiga o'xshamay qolibdi. Söyümlük xanishim, sen nahaytı güzel. Bununla gap ketmeydi. Amma Malika hammadan bek chiroyliq, hammadan bek güzel, oq ham qizil. Xanish bu gapni anglab, g'azabdan sakrab ketibdi. Tajini yerga etib, oltin kashini cho'rib etib, polni qattiq tepib, aynakni qo'pollik bilan urib, uni tillabdi. Nima? Bu nejis aynak. Nemishqa meni yomon niyatda aldaysan? Malikani garchi boshqalar chiroyliq deysimi, lekin u men bilan qandaqmi baslashalsin? Bu nejis aynak. Menga chaqqan it. Men hammadan go'zal, butun davlat, hatto butun dunyo bo'yicha mendek go'zaldan yana biri topilmaydi. Ammo aynak har qachon rost gap qiladi ekan. U darhol o'nlik ovozda yana javob beribdi. Söyümlük xanishim, Malika hammadan bek chiroyliq, hammadan bek oq ham qizil. Xanish aynakning oldida amalsiz qiyilib, uni o'rindiqning ostiga qo'pollik bilan cho'rib yetibdi. Ammo bunda qilsimu, ichida lovuldab yinayotgan hasad o'tini sadala o'chiramabdi. Xanish hujurning ichida g'azab bilan u yoqdan bu yoqqa mengibdi. Ko'nglida bo'lsa, bir shum g'araz paydo bo'ldi. Sayanna, peshimga chaqqan kir. deb dediki Sayannani tovlabdi Xanish. Sayanna tashqaridan yugurib kirib, ehtiyotkorlik bilan so'rabdi. Xanish oyim, nima topshiriqlari borkin? Xanish zaharxandalik bilan onaga ish topilibdi. Sayanna, men sana bir ishni topshiraman. Darhol berib o'rilla. Agar mening deganimda qilmaydi ekansan, jiningni olaman. Malika degan bu satsikilak, texi men bilan go'zallikda baslashgudek bo'pti. Sen Malikani darhol yiliqi qo'yiq o'rmonlikqa boshlab kirib, qarg'ayga mahkam bog'lab et. U och bo'rilarga tirik yem bo'lsa, ondan orzuyim ishqa oshidi. Sen bir tal qarg'ay shexini sundirib kelib, menga vazifangni o'rinlaganligingning isbotini ko'rsatsan. Sayanna Xanishning buyrug'iga amalsiz bo'ysunibdi. U podshohning o'rmonlikda ovlab yaralanganligini, Malikaning tezdan o'ziga agishib, podshohni ko'rgili berishi kerakligini aytib, uni aldabdi. Malika bu gapni anglab, intayin jiddiylashib ketibdi. Garamlarini tashlab qo'yib, Sayannaga agishib, qo'yiq o'rmonlikqa kirib, nahaydi yiroq bir yerga kelib qoldi. Bu vaqtda Sayanna Malikaga rostini debdi. Tosh yurak Xanish,
sening oningdanmı bek go'zal, chiroyli ekanligingni ko'rib, seni o'rmonlikqa ip kirib, bo'rilarga yem qilib etishimni buyurdi. Ay, obdan balam, sana siyonkashlik qilg'im yo'q. Jiningni elib, darhol qechib ketgin. U gapini deb bo'lib, bir tal qarg'ay shexini sundirib, o'zi yolg'iz qaytib ketibdi. Sayana o'rdaga qaytib kelib, Xanishqa qarg'ay shexini ko'rsatib, ishni doklab qildi. Xanish uni nurg'un oltin kumushlar bilan mukofotlabdi. Suyimli kichik do'stlar, undaqda bu oq ko'ngil ham chiroyli malika rostala bu o'rmonlikda bo'rilarga yem bo'lib ketami? Malikaning oqibati, taqdiri zodi qanday bo'lar?